Payg'ambarimiz aytgan ekanlar: Allohga yaxshi ishoninglar, Allohni yaxshi ko'ringlar. Alloh sizlarga rahm qiladigan ishni ko'p qilinglar, sababi odamzod qilgan yaxshiligi bilan jannatga kira olmaydi debdilar. Keyin nima bilan kiradi desa, Xudoning rahmati bilan kiradi debdilar. Siz hamma deyishibdi. Men ham debdilar. Meni ham qilgan yaxshiligim Allohning bergan ne'matlariga barobar kelmaydi. Agar Xudoning rahmati bo'lmasa, men ham jannatga kira olmayman dedilar. O'shaning uchun Rasululloh yarimta xurmoni bir kishiga hadiya qilib bo'lsa ham do'zaxdan qutulib qo'yinglar dedilar. Agar shuni iloji bo'lmasa, faqringizdagi suvni quyib berib bo'lsa ham dedilar. Ya'ni yarimta xurmoni bir shunaqa muhtoj joyda bo'ladi, haliginga berasiz, juda xursand bo'lib ketadi. Shu bilan bo'lsa ham qutulib qo'yinglar.